Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Alloh qayerda degan savolni beruvdi bir ukamiz, o narigi masjidda edi. Men o'zimni gapimni aytishga o'rniga Shayx hazratlarini, rahmatli Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining javobini aytib qo'ysam, u kishini martabasi, maqomi bo'ladi, shu odamning gapi kuchliroq hujjat bo'ladi deb Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Qayerlisiz desam, Qizilqiyalikman deyapti. O'zbek yigit. Endi 30 dan o'tgan namoz o'qiydigan yigit Shayx hazratlarini tanimasligi mumkinmi? Mumkin, g'orda yashasa kerak. Keyin aytayaptiki, men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Qaranglar, insof qilinglar birodarlar. Mana aytayapman, aqidadan 50 ta kitob o'qigan odam bormi desam, ko'tarmayapmiz a. O'sha Liviyadagi Glamiy bibliotekasining kitobini o'qib bo'lgan ekan hazrat.